Assalomu alaykum chorvador aka-ukalar. Mana shunday yosh buqa ishqibozlar, xunojin ishqibozlari. Xudo xolasa akalar, bugungi yangi partiyamiz kelgan. Sizlar bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'shsalaring, qo'ygan videolarimizdan birinchi bo'lib xabardor bo'lasiz akalar. Endi xudo xolasa bugungi hafta kuniga seshanba 11-iyun. Mollarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qattaqonsaroy qishlog'ida turibdi. Kimga kelib ko'raman degan kukuramizga manzilda aytib o'tdik. Kelaverasizlar, bemalol lakatsalari tashab beramiz. Son akalar ko'p kelgan, ko'p 40 ta, 40 tadan o'tgan. Beyda akalar 40 ta emas degan kukuramizga hali nari qo'ralarimizda ag'da hammasida bor. Keyin ana bu taraflarda ham mollarimiz bor. Endi ularni bo'ylarini 80 dan 90 gacha, 90 plyusga olaverasizlar. Yeb ichmog'iga bir hafta garantiyasi bor. Yetkazib beramiz olgansiz unga uylarga. Mana. Endi narlarni birma-ketin tanishtirib o'tamiz. Birinchi kichkinalardan boshlaymiz mana. Mana bu shveddan so'raganlar uchun kalla boshlari. Bular yemoq ichmog'iga bir hafta garantiyasi bor. Hozir yeb turibdi. Quruq poqol, quruq somon, quruq bedani. Mana. 3 tasi bo'ldi akalar. Endi mana bu 4 ta qo'yamiz. 4 tasini bir soda qo'yamiz. Mana orqa gitlari yaxshi karabkalari. Ko'rinayotgan bo'lsa. Bularda akalar 7.300 dan olaverasizlar, ularga yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Endi mana akalar kattaroq variantidan so'raganlar uchun kalla boshlari bu birinchisiga. Ostilarni ham ko'rib o'tirasizlar. Kichkina bo'lgani bilan yilillari katta-kattasida so'raganlar uchun. Mana bu uchinchisi akalar, ola. Mana ostilari. Orqa gitlari yaxshi. Bemalol olaverasizlar. Molni sixlatib qo'ymasalar ham, oyog'ini sindirib qo'ymasalar ham, o'ltirib qo'ymasalar ham bemalol almashtirib yoki o'rniga boshqa narxi bering degan kukulamizga ham bemalol to'g'rasizlar, lekin u bir hafta ichida bo'ladi. Endi bularning narxiga keladigan bo'lsak, 8,5 million so'mdan olishaveradi. Bemalol ularga yetkazib beramiz. Kelib-keladi hammasilik. Akalar, beyda hozir mollarimiz 7 ta, keyingi narga buqachalarimizga o'tib ko'rsatib o'tamiz. Hozir ko'rayotgan mollaring xunojinlar. Buqalarni sizlarga ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, mana buqa so'ragan kukularimizga buqani sifatlisi va ideallaridan kelganlar. Eston deysimi, gibrid deysimi, shved deysimi, hamma turidan bor. Mana kalla boshlari mana ko'rishlari mumkin. Mana gibridimiz akalar. Endi son akalar bu yerda 12 ta. Bo'ylari 95 plyus olishaveradi. Mana kalla boshlari bular ham shu quruq somon bilan quruq beda, quruq poxol deb ikkalasini hammasini aralashtirib, girabilkadan chiqarib beramiz. Akamiz sal charchaganlar, shunga hammasidan uzr so'rab qolamiz. Bularni ham yeb ichmog'iga bir hafta garantiyasi va yetkazib beramiz. Dastlabkasi yetkazib beramiz olgan insonga. Endi bularni bo'ylarini 95 plyus deb aytib o'tdik. Narxiga keladigan bo'lsak, hammasini akalar hammasini bitta narxini aytib o'tsak akalar, ham olaman degan kukularimizga 11 milliondan bemalol olishaveradi. Hammasini olaman degan kukularimizga 10 million 900 dan bo'ladi. Tanlab oldim degan kukularimizga 200 ming plyusi bor. Ko'rib turibsizlar. Vallahi yaxshi. Orqa gitlari zo'r. Buqa.
puliga arziydi degan aka-ukalarimizga, aka-ukalarimiz kommentariyaga yozib qo'yasizlar akalar. O'z iliq fikrlaringizni bildirib qo'yasizlar. Bu yerda yolg'on bo'lmaydi. Obunachi ko'paytirish uchun emas, podpiska ko'paytirish uchun emas, transport ko'paytirish uchun emas, mollarni sotish kerak akalar. Telefon qilsalaring, o'sha ekrandagi nomerlarga telefon qilsalaring, bemalol narxlarini kelishtirib, aytib, xayrikam bilan o'tib berib, sizlarda son qilib mollar bilan birga jo'natamiz akalar. Kallavochlar, estonlarni, gibridlaridan. Ko'ryapsizmi? Mol to'g'ridan hammasi. Endi nariga partiyalarimizni o'tamiz akalar. Videoda hozir pauza qilib turamiz. Apa bo'lmay turasizlar. Mana. Hurmatli akalar, mana nariga 3-partiyamizni ham o'tib oldik. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda soni 8 ta akalar. Buni ham dastlabkilarini vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beramiz. Sizlar hali ham videoga like bosmadilaring. Mana shunday like-chani va qo'ng'iroqchani jiringlatib qo'ying. Mana shunaqa sifatli mollarda Akobiruz YouTube kanalida chiqarib boramiz. Endi bularda bo'ylari 90 plusdan 95 gacha bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Bularning pullarini 10 million 800 demayman. 10 million 500 ga olishsin, maza qilsin, boqib katta bo'lgandan keyin yaxshi foyda ko'rdik deb telefon qilishaveradi bemalol. Mana 10 million 500 ming so'mdan uyingizga yetkazib beramiz. Nuqta arqonlari ichida akalar. Tekinga beramiz. Mana like bosib qo'yasizlar, nariga partiyamizga o'tamiz. Hurmatli akalar, mana 4-partiyamizga ham o'tib oldik. Mol ko'p deganimizdek mana kattaroq ko'chatidan, kattarog'idan so'ragan aka-ukalarimizga mana ko'rishlaringiz mumkin. Narxini xudo xolasa yengil qilib kelishtirib beramiz. Ko'rayotgan mollaringiz buqa akalar, mana. Orqa ketalari zo'r. Mana. Endi mana qanday. Endi bularda ham yemish turishiga bir hafta garantiyasi bor. Dastlabkasini vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak akalar, bitta o'zini qo'yamiz buni. Narxi 12 million so'mga akalar rasbradashim yetkazib beramiz. Endi bu 3 tani qo'yamiz. Bitta, mana bu ikkita, mana bu 3 ta. Kallavoshlari. Mana kallalar kattasidan. Sutga to'la variantidan demaymiz, o'cha to'lgan lekin. Bo'ylari 98 dan 1 metrgacha mollar bor akalar. Bularning narxlarini 13 million so'mga rasbradashim yetkazib, uylariga olib borib nuqta bilan yetkazib beramiz akalar. Hali ham like bosmadilaring. Like bosib qo'yinglar, like pulli emas akalar. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yish isdan chiqmasin. Mana. Xudo xolasa endi nari partiyamizga o'tamiz akalar. Akalar, mana nariga oxiriga 5-partiyamizga ham o'tib oldik. Aytganimizdek mol ko'p deganmiz. Mana ko'rsatib o'tyapmiz. Hozirgi ko'rayotgan mollaring 4 ta boqa, 2 ta xunojin. Xunojinni ko'chatidan, kattarog'idan, dehqon akadan bo'ladi. Dehqonda mol aka. Akalar, tekam sotib bering deganlar uchun videoga qo'yib mana qo'yapmiz. Ostilari. Bu qani sizniki? Mana ostilari. Kallavoshlari shvetlaridan. Mana shvet chaydonlaridan ko'ringlar. Mana endi aytgan buqamizga ham 4 tagidan bo'ylari 90 akalar. 90 ga 85 dan 90 plusga olishaveradi endi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kallalari orasidan, estonlaridan, hammasidan so'raganlar uchun
Bularda ham shu akalar bir hafta garantiyasini qilib beramiz. Dastlabkasi vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Endi akalar bular narxiga keladigan bo'lsak, narxi 10 million so'mga demayman. 8 million 9 ga ham demaymiz. Uzr akalar 8 million va 9 million 9 ga ham demaymiz. 9 million 8 ga olsin, maza qilsin. Foyda ko'rgandan keyin agar bir mollarni foyda ko'rdim degan aka-ukalarimizga xudo xolasa yana olaman deyishga aka-ukalarimizga pulini yanada yengil qilib beramiz. Kommentariyaga otangga rahmat deb yozib qo'ysin. Akalar, puli kamayib, pulini yengil qilib qo'yib beramiz. Bugungi akalar shular. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Akalar, endi to'rttasini aytdik, endi buni aytib o'taylik. 9 million 500 ming so'mga buni ham yetkazib beramiz. Bugunga shular. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yurakchani qizartirib qo'yish istadim.